Ko'pchilik DEXda pul ishlash mumkinligini eshitgan, lekin u yerda nima qilishni bilmaydi va oxir-oqibat pulini yo'qotadi. Kriptovalyutalarni sotib olishning asosiy manbai bu birovlarning signali. Olganlaridan keyin narx tushib ketadi va ular tushunmaydi, nima qilish kerak. Nima sababdan narx pastlab ketdi? Qachon chiqish kerak? Endi nima qilay degan savollar bilan o'zini boshini qotirib yuradi. Muammo esa tizimni umuman tushunmaslikda. Odamlar boshqalarga qarabgina savdo qiladi. Mani kurslarimda siz hech qanaqa signalni topmaysiz. Men sizga to'g'ri kriptovalyutani qanday qilib topish kerakligini, unga qachon kirish kerak va qachon sotish kerak ekanligini, to'g'ri tizimlik portfel tuzishni va riskingizni nazorat qilishni o'rgataman. Siz DEXda real savdo qilishni o'rganasiz va eng muhimi tushunib savdo qilasiz. Do'stlar, bu faqatgina onlayn video darsliklardan iborat kurs emas. Siz albatta yopiq hamjamiyatga qo'shilasiz. U yerda jonli efirlar, savollaringizga javob va real yordamni aynan mendan qabul qilib olasiz. Agar siz ham kriptovalyutada natija qilishni xohlasangiz, hoziroq boshlang.